Bugun biz alayda bo'lgan go'ri lag'man tayyorlashni birlikda o'rganamiz. Ishonamanki, siz bu xildagi qo'rishish usulini chuqur yoqtirib qolasiz. Izlaganda topolmay qolmasligingiz uchun mening ajr mehnatimga hurmat yuzasidan yurak belgisini besib, saqlagan qani boshlayotdik. Oldi bilan 150 gram kalning leji yegishini cho'ngroq yablaq chiqib to'g'rab olamiz. Ko'k qizil loza, bosh piyoz, samsoqni suratda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olib, to'ralgan go'shtga tuz, jangyo, oqmush, bir dona tuxumning iqi, kraxmal, sumaydin azroq qo'yib aralashtirib 20 minut tamlantirib olamiz. Yaqindan yoqqa qo'llash kamchil bo'ladi ko'pchilik. Nima uchun haqsiz bo'lgan yurak belgisini besib qo'yishga ko'zangni qiymaydi? Buni bilmadim. Oldidan jug'urib tayyor qilgan xamirni suratda ko'rsatilgan tatib qozonga solib 2 minut qaynatib pishirib suzib bilib, sovuq suvda qayta chayqab cho'pning shiris chiqqandan issiq yeyishni yaxshi ko'radiganlarga qizitib taqsi jalab tayyor qilib olib, oldin qizitib achchig'ini chiqarib olgan suyog'idan qozonga quyib, qizigandan keyin tayyor qilib olgan go'shtni solib aralashtirib, go'sht qizaganda go'shtni ko'k qizil lozining ustiga to'kib suzib olib, qozonga qaytadan yarim cho'mish yog' qo'yib, boshpan silib, o'zimiz oilda chanab yumshatilgan lozingni bir qo'sh silib aralashtirib xushpuroq chiqqandan keyin qizartib olgan go'sht ko'k qizil loza yumshatilgan mo'rni silib, tuz, manki, Osmonjon Zakir uzam tanishib lag'masay tampurdan yarim qo'shiq jangyo qo'yib aralashtirib, qo'rib, to'ralgan samsoq, azroq achchiq suv quyib, bir cho'mich sho'rib qo'yib aralashtirib, qo'rib, ta'min tanshab, taxsiga solib, cho'pning ustiga silib tayyorlasak bo'ladi. Tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, meni qo'shib olgan do'stlarimiz Ayrim xonimda haqsiz masala so'rang. Siz eng o'qitib tayyorlagan go'ri lag'manni rasmga tortib, suratini pulunching yo'llab qo'ying. Kamchilik yerlari bo'lsa, biz birlikda hal qilamiz.